Hammaga assalomu alaykum. Toshkent Management va iqtisodiyot institutida Winter School dasturi start oldi. Bu 3 kunlik dasturimizda debat, ko'ngilochar o'yinlar hamda psixologik treninglar bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Hozirda men Winter School dasturida qatnashyapman va bunda qatnashishning asosiy maqsadi o'zim tengdoshlarim bilan networkingni oshirish. Jumlasini tarjima qilsak, Assalomu alaykum. Men Indashim Muslima, Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universiteti akademik litseyidan keldim va men juda xursandman. Winter School loyihasiga qatnashayotganimdan. Bugungi dasturimizni birinchi kuni bo'lib o'tdi va birinchi kuni o'zidanoq biz o'zimizga kerakli bo'lgan ko'p ma'lumotlarni oldik. Qiziqishlar uyg'ondik va xudo xohlasa kelajakda qo'yishga hozirlash istayapmiz. bundan keyin karyera masalasida Hammani kelasi yilgi Winter School dasturimizda kutib qolamiz.